Assalomu alaykum do'stlar. Yevropada bitta prezident bor-da, juda ham hurmat qilaman. Uni ismi Orban. Vengriyaning prezidenti. O'sha odam xalq uchun juda ham xalqning mansabi uchun juda ham kurashgan odam. Haligacha kurashadi. Yevropani kollektivniy qonunlariga hech bo'ysunmadi. Endi Yevropada bilasizlar-ku, mamlakat qilamiz, mamlakatga qarshi chiqamiz deb birgalashib, masalan, o'sha urush bo'layotgan paytda ham birlashib qo'shilamiz, neytralniy положениеda turdi bu Orban. Lekin bu davlatda masalan o'zinglar bilasizlar, ja unaqa boy davlat emas. Valyutasini ham, o'sha natsional valyutasi ham inflyatsiyaga tushmagan. Chunki o'zini davlatini bu energiya resurslari bilan, gaz deysizlarmi, tok deysizlarmi, hammasi bilan ta'minladi bu. Hamma narsani bu masalan sotib oladi. Rossiyadan masalan. Lekin o'sha xalqini qiynalmasin deb, qishda sovuq qolmasin deb rosa kurashadi haligacha-da buni. Bu odamni masalan Rossiya ham hurmat qiladi, butun dunyo hurmat qiladi. Tramp ham hurmat qiladi shu odamni, chunki erkin prezident-da. Haligi nima desam ekan? Qo'lga o'xshab, mana bu Yevropaning o'zining prezidenti bor, o'sha Yevropaga boshqa prezidentlar o'xshab, masalan, yetaklab borgan prezident emas-da, o'zini masalan so'zida turgan prezident. Men bu prezidentni hurmat qilgan sabab, chunki bu juda ham erkin, so'zda turadigan, xalq uchun kurashadigan prezident-da bu. Bu prezident o'sha 70-yillarda o'sha kommunist anaqasiga rejimiga ham qarshi turgan prezident-da bu. Endi mana bu bizani Mirziyoyevga e'tibor beringlar. Mana yaqinda summit bo'ldi. Samarqandda Ozodlik ozgina reportaj o'sha to'g'risida ma'lumot berdi-da. Ozodlik radiosi. Kommentani o'qibchi, вообще jinni bo'lib qoldim-chi. 90% o'zbek xalqi bu Mirziyoyevni gadoy deb yozganda, 90% o'zingiz o'ylab ko'ringlar. Demak, Mirziyoyev prezident deganda umuman obro'si yo'q ekanda O'zbekistonda. Faqat uni o'sha 10 ta 15 ta laychalari vidoyimiz, O'zbekistonni prezident bu deb, buni Alloh saylagan deb yurar ekanda ko'pi, ha? Tentaklar. Nimaga? Chetda yurgan odamlarni sizlar O'zbekistonni gadosizlar, O'zbekistonni dushmanisizlar deb ko'p yozishadi. Ko'p emas, endi kam. Masalan, любой videolarimda chiqqan videolarimga masalan bir 7000 ta, 8000 ta prosmotr bo'ladi eng kamida-da, bir xilgilari 1,5 million, 1 million 800 ming prosmotr bo'ladi. Layklarni ko'rsanglar, layk qo'ygan odamlarni ko'rsang mingtalab. Lekin laychalar bor-ku, o'shalar 10 ta 15 tasi yomon komment yozib qo'yadi. Endi ular ham masalan o'sha merziki odamlar-da masalan. O'shani quvvatlayotgan odamlar. Suya tashab qo'ysa g'ajib o'tiradigan odamlar-da bu. Bu Mirziyoyev umuman bizani o'zbek xalqi prezident emas, bu xiyonatchi. Xoin bu. Shuni bilib olinglar do'stlar. O'zinglar ham bilasizlar. Tushuntirib. Menimcha o'zbek xalqiga juda ham qarshi chiqqan odam menimcha. Imini o'zbek xalqiga yetib qo'ydi, chunki o'zbek xalqi O'zbekistonning ichida aholisi bo'yicha ko'proq qolgan millatlarga qaragan, lekin men millatchilikni yomon ko'raman. Millatchilik to'g'risida gapirayotganim yo'q hozir. Endi o'zinglar o'ylab ko'ringlar-da, bu summit qildi, pul so'rayapti yana. Bu degani bizani prezident bu erkin prezident emas, bu erkin odam emas. Bu g'irt tilamchi bu. Hali lo'lilar bor-ku, tilam chiqib yuradigan. Olini ochaman, menimcha pul bersang yoki tilam chiqib o'tiradiganlar bor-ku. Hamma davlatda bor lo'lilar. Bu shunga o'xshagan menimcha bu prezident. Odamni shundoq ham odamlarni O'zbekistonda qarzga botirib qo'ydi. 60 dan ortiq milliard. O'zi taxminan informatsiya bor, почти 110 milliardga O'zbekistonni qarzga botirib qo'ydi bu hozirgi kunda. Endi nima bo'lyapti? Bu yana pul so'rayaptimi? Unga bunga men hayronman. Buni hech o'zini fikri bormi? Ha? Menimcha yo'q. Bu xalq fikri bilan ham masalan maslahatlashmaydi. Bu faqat yonidagi atroflar, amaldorlar bilan faqat fikrlashadi menimcha-da. Qancha ko'proq kredit olsam, shuncha boy bo'laman deb o'ylaydi menimcha. Xalqni tipir qo'ydi-da umuman bu odam. Hech qaysi davlatda masalan har 100 metrda radar yo'q-da, umuman yo'q-da. Bu ham masalan o'sha laychalari bor-ku, o'sha qonxo'r, poraxo'r odamlarni imkoniyat berdi-da, hamma joyga radar qo'yasan, odamlarni, mash xalqni, mash o'zbek xalqi. Bosasan, ezib tashlaysan, majaqlab tashlaysan, tili, ovozi chiqmasin deb buni harakatida. Odamlar O'zbekistonda qancha norozilik bo'lsa-chi, bu shunchalik yomon ezib tashlayapti odamlarni. Sezmayapsizlarmi? O'zbek xalqim shu narsani sezmayapsizlarmi? Qanchalik biz ko'p norozilik bersa, shunchalik odamlarni preslab tashlayapti. O'sha soliqlar bilan, kreditni 30% bilan, radarlar bilan, har harakatingda maktabga bolalar borsa, maktabdagi bolalarni shtraflarga qo'yib, ertaga menimcha bu xiyonatchi, boshqa yo'lini ham topadi. Dunyoda bo'lmagan narsani o'ylab, yana shtraflab tashlaydi. Shtrafston bo'lib qoldi O'zbekiston. Xalqqa hayot yo'q bugungi kunda. Endi bitta narsani aytaman-da, bu g'irt. Haligi bilasizlarmi, yengil ayollar bo'ladi-yu, bu g'irt yengil ayollar harakati-da bu. Bu erkak emas, do'stlar. Erkak bo'lmagan ham bu. Tushunyapsizlarmi?
Nimaga buni Karimov o'z paytida eshak deb chaqirgan, laqam qo'ygan? O'shani bir o'ylab ko'ringlar, nimaga? Bu eshak shunaqa harakat, yomon harakatlar qilyapti xalq uchun. Mana kechagina men aytdim, dollar shunchalik oshib ketgan, 186 ming% ga oshib ketgan. Kechagina bitta otaxon chiqib keldi. Otasi o'g'lini rasmini qo'yib, ko'rgan bo'lsanglar. O'sha o'g'lini nohaq otib tashlabdi, meylisizlar. Hech qanaqa adolatli sud bo'lgani yo'q bu to'g'risida. Hamma ishlarni yopib tashlayapti. Bekitib tashlayapti. O'tgan kuni menga bitta ayol telefon qildi-da, 30 yildan berichi na o'g'lini murdasi bor, na o'g'lini tiriklik haqida ma'lumot bor. Agar murdasi bo'lsa, ekzumatsiya qilib ko'raylik, chunki o'sha o'g'li 30 yil oldin amnistiya chiqib, o'shani amnistiya chiqqan qog'ozi bor edi. O'sha qog'ozi bo'lsa ham buni o'limga hukm qilishdi. Zonada, turmaning ichida. O'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Bu bo'lmasam hech qanaqa aybi, jinoyat harakati bo'lmagan zonaning ichida. Bu nima degani bu? Yaqinda yana bittasi prямой efirda aytdi, 15 yasharli bolani ham o'ldirib tashlashdi dedi. O'ligi chiqdi dedi. Bu konkretno, bu men bundan oldin aytdim. Mirziyoyevchi g'irt qotil prezident. Bu qotil bo'lib kirgan prezidentlikka ham qotillik ishini qilyapti hozirgi kunda. Bu g'irt suyuq oyoq kishi ekan bu Mirziyoyev. Mana G'ayrat Do'stov ham o'ldi deb aytishyapti. Yoki o'ldirib qo'yishdi deb aytishyapti. Bu to'g'ri gapmi, noto'g'ri gapmi? Agar bu to'g'risida ma'lumot bo'lsa, kommentlarga yozinglar. Hayotmi odam yo hayot emasmi? O'sha ikkita yirtiq krossovkani olib chiqib, butun xalq ko'tarib o'shani podдержка qildi. 15 sutkadan 8 sutka o'tirib, 20 yilga qarib chiqdi o'sha odam. Hozir yo'q deyapti o'sha odam. Mana bizani hukumat, mana bizani amaldorlarning ishi, mana bu prezidentning harakati do'stlar. Bu prezident qanchalik biza norozilik bersa, o'tiribsizlar-da, osmonimiz musaffo deb, hayotimiz tinch deb, qachongacha o'tiramiz? Do'stlar, qachongacha norozilik berish kerak bu odamga? Bugungi kunda eng kuchli narsa bu internet do'stlar. Butun dunyo bilish kerak bu to'g'risida. Mana 1-apreldan narx-navolarni oshiradigan degan qonun chiqayotgan bo'lish kerak edi. Nima qildi? 1-mayga o'tkazdi o'shani. Nimagachki? Mana biz sammit o'tib olsin deb. Tushunyapsizmi? Buni orqasi kir. Bu tek tugi bilan bila, gres, musor bilan, tushunyapsizlarmi? Haligacha kecha emas do'stlar. Buni shunchalik kompromatlari bor, Rossiyada ham, Xitoyda ham o'shaning uchun bu darvozalarni ochib beryapti. O'tdan uje mablag' kelmayaptimi? Xitoy nima dedi? Senga bir tiyin pul bermayman dedi. Rossiya pulim yo'q dedi. Men urushib ketyapti dedi. Endi bu Yevropadan yana qarz olmoqchi. O'tgan videolarimda aytdim men. O'zbekistonda eng kamida 10 trillion dollar boyligimiz bor. Yer osti, yer ustida. Tushunyapsizlarmi? Shu boyliklarni biza ishlab chiqarib, o'zimizga boy bo'lishimiz mumkin. Lekin bu harakatda bu bir qadam ham harakat qilgani yo'q. Bunga faqat investitsiya kerak, poraxo'rlik kerak, tushunyapsizlarmi bu? Bu g'irt odamlarni, O'zbekiston xalqini xoini. Tushunyapsizlarmi do'stlar? Qachongacha bu chidab yuramiz? Qachongacha do'stlar? To'g'ri. O'zbekistonda haqiqati yo'q. Haqiqat bo'lmaydi ham. Bu prezident bilan 27 ta qarindoshini tepaga o'tkazib qo'ygandan keyin qattan haqiqat bo'ladi. Bugungi kunda bu mirzachi faqat o'sha yonidagi atrofidagi milisiyasi bormi, DXXsi bormi, armiyasi bormi, faqat o'shalarning oyligini sekin-sekin ko'tarib qo'yapti. Chunki nimagaki? Buni orqasini bittasi himoya qilish kerak-ku, shuncha puli bor. Shuncha pullarni chet eldagi villalarga, shotlarga, obshorniy zonadagi shotlarga bu tiqib qo'ygan. Butun urug' aymog'i bilan. Shuning uchun bu hozirgi kunda puli bor, hech narsadan qo'rqmaydi. Bitta narsaga hayronman-da. O'g'irlasang-chi, o'zing aytding-ku, o'g'ri bo'lsang insofli bo'l deb. O'g'irlasang-chi, xalqqa ham bergin. Maras, qachongacha sen xalqqa boyligini o'mirasan? Qachongacha sen xalqqa qashshoq qilasan? Senga yetmaydimi, ha? Mana bitta misoli, Qatar ollaring, mana Emiratda ollaring masalan, Saudiya Arabiyani ollaring, o'zini fuqarolari shu davlatlarning fuqarolari zo'r yashaydi. Sheyxlar bo'lmasam, ularning zoti bor, sheyx degan. Zoti bilan bularga masalan o'sha hukmronlik o'tadi. Lekin bular milliarder bo'lsa hamchi, anaqa fuqarolarini qashshoq qilib qo'ymagan. Nimaga sen mirza shunaqa qilasan? Bu da faqat bitta gap. Sen o'zbek xalqini xoinisan. Yo, gapim noto'g'rimi? Agar gapim noto'g'ri bo'lsa-chi, kommentlarga yozib qo'yinglar, laychalar. Kimga bu gap aytganim o'zi tushunib oladi. Bu hukumatga hamma narsa kam. Mana endi chet elda ishlab yurgan bizani yigitlar 7 ta terin to'kib, o'sha yerda soliq to'lab, endi O'zbekistonga qaytib, soliq to'lattirmoqchi. Uchastka qurdingmi, yil davomlarida mashina oldingmi, ana endi soliq ham to'lattiradi bular. Bu maynavotchilikmi deyman? Chet elda ishlab, xavf ostida bo'lib, ter to'kib, O'zbekistonga valyuta olib kirsang-da, shundan ham oylik
soliq to'lasang. Xush kelibsiz do'stlar. Buyuk O'zbekistonga. G'azab mushti kundan kunga kuchayib boryapti. G'azab mushtiga kundan kunga odamlar kirib, men shu hukumatdan noroziman deb, g'azab mushtini a'zosiman deb judayam opa-singillar, ukalar, akalar kiryapti. Rahmat sizlarga. Mirziyoyev, sengacha ozgina qoldi, yetib qo'y. Ozgina qoldi. Agar yo'lingni to'g'rilab olmasangchi, hali boshqa kunlarni ham ko'rasan. Hammalarga sog' salomat.